telefonda o'yin o'ynab, hayotda pul ishlash. Bu menimcha yolg'ondek yoki bo'lmasam qandaydir qimor o'yinlaridek tuyulishi mumkin. Lekin aslida bu unday emas. Shunchaki siz qo'lingizdagi telefon orqali har xil mobil o'yinlarni o'ynab, uni videoga olib, uni YouTube ga joylab daromad qilishingiz mumkin. Bugun men sizga xuddi shunday ko'p prosmotr va ko'p daromad olib keladigan top 5 ta mobil o'yinlarni ko'rsatib beraman. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Qani bo'lmasam boshladik. Agarda siz hali ham YouTube da Amerikan kanal ochmagan bo'lsangiz, siz katta pul yo'qotyapsiz. Chunki hozir YouTube da kichik kanallar ham yaxshi daromad qilyapti. Lekin siz Amerikan kanalni noto'g'ri ochsangiz, u hech qachon rivojlanmaydi va daromadga chiqmaydi. Agarda siz shunday muammolarga duch kelishni istamasangiz, biz sizga professional Amerikan kanal ochib beramiz. Trenddagi daromadli yo'nalish tanlaymiz, unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz, Amerikan nomer bilan tasdiqlaymiz va eng muhimi, kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib professional so'zlab beramiz. Hamda sizni Amerikan YouTube bo'yicha yopiq Telegram kanalimizga qo'shamiz. Hoziroq YouTube kanal ochishga buyurtma berish uchun ekrandagi Telegram profilga Amerikan kanal so'zini yozing va biz sizga batafsil ma'lumot yuboramiz. Bizning birinchi yo'nalishimiz bu Roblox yo'nalishi. Ushbu kanalga e'tiboringizni qarating. Kanalning nomi Google Blocks deb nomlanadi. Ushbu kanal atigi 18 ta video bilan 1.180.000 obunachi yiqqan. Ya'ni 1 milliondan ortiq obunachi. Ushbu kanalni biz opisaniyasini ko'radigan bo'lsak, kanal 2022-yil ochilgan deb ko'rsatyapti, lekin ushbu kanal atigi 1 oy oldin videolar joylashni boshlagan. Mana ko'rishingiz mumkin, eng birinchi videosi 1 oy oldingi videosi. Undan oldin ushbu kanal ochilgan bo'lgan, lekin hech qanaqa obunachi va hech qanaqa video kanalda mavjud bo'lmagan. Bu degani 1 oyda 1 milliondan ortiq obunachi ushbu kanal to'pladi degani. Aynan mana shu Roblox yo'nalishi orqali. Roblox yo'nalishida videolar qilish uchun siz shunchaki Roblox o'yinni kompyuteringiz uchun, Android telefoningiz uchun yoki iPhone telefoningiz uchun bemalol yuklab olib, bepulga ushbu o'yinni har xil trend kartalarda o'ynab, uni ozgina qiziqarli qilib montaj qilib, YouTube ga joylasangiz yetarli. Mana shu orqali siz kanaldan juda yaxshi daromad qilsangiz bo'ladi. Misol uchun ushbu kanalni ko'rishimiz mumkin, 1 oyda jami hisobda 276 million prosmotr to'plagan. Bu do'stlar juda ham katta summa. Ya'ni agar biz pulga hisoblaydigan bo'lsak, 276 million prosmotrga YouTube taxminan $15,000 atrofida pul to'laydi. Ikkinchi yo'nalishimiz bu Square Race o'yini hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda do'stlar shunchaki siz kvadratdan iborat bo'lgan ushbu poyga o'yinni o'ynab, Android telefoningizda yoki iOS telefoningizda o'ynab, bemalol videoga olib, shunchaki YouTube ga joylaysiz va bu orqali juda yaxshi daromad qilsangiz bo'ladi. Misol uchun ushbu kanal atigi 105 ta video bilan 63,000 obunachi yiqqan va uning videolarini prosmotriga shunchaki e'tibor qarating. Misol uchun bir kun oldin joylagan videosi 2 million prosmotr yoki bir hafta oldin joylagan videosi 6,5 million prosmotr olgan. Ushbu kanal jami hisobda do'stlar, mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin, 54 million prosmotr to'playapti. Bu degani o'rtacha ushbu kanal YouTube dan $2,500 atrofida daromad qilyapti degani. Kelinglar birorta videosiga kirib ko'ramiz. Mana ko'ryapsizlar do'stlar, hech qanaqa montaj yo'q. Shunchaki o'yinni o'ynab, ekran zapis qilib, 40 sekundlik qilib turib YouTube ga joylayapti va mana shuni o'zi 2 millionlab prosmotr olyapti. Atigi bir dona 40 sekundli shorts video. Ushbu o'yin ham App Store da va Play Marketda mavjud va bular bepul hisoblanadi. Hozirni o'zida yuklab olib, kanalga kontent qilishni boshlasangiz bo'ladi. Uchinchi yo'nalish va uchinchi o'yin Monster Truck yo'nalishi hisoblanadi. Ushbu yo'nalish do'stlar asosan long contentda mavjud, shortsda unchalik ham ko'p prosmotr olmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ushbu kanal egasi ham 4 ta video qilib ko'rgan, prosmotr yaxshi olmagani uchun to'xtatib qo'ygan. Lekin uzun videolari yaxshigina prosmotr oladi. Yaxshigina prosmotr deganda bu 100 minglab prosmotr bo'lishi shart emas. Mana shunaqangi 15,000, 80,000, 69,000, 158,000 prosmotr bilan ham zo'r pul topsa bo'ladi do'stlar. Misol uchun ko'rishimiz mumkin, ushbu kanal har kuni bittadan mana shunaqangi 9 daqiqadan iborat
videolarni joylab boradi. Ushbu Monster Truck o'yinini shunchaki o'ynab va biz ko'rishimiz mumkin, shunday videolar bilan ushbu kanal long contentda oyiga 3 million 300 mingdan ortiq prosmotr to'playapti va biz hisoblashimiz mumkin, ushbu kanal 3 million prosmotr bilan o'rtacha 4 ming 5 ming dollar daromad qilmoqda. Kelinglar, masalan, ushbu videosiga kirib ko'ramiz. Mana o'yinni boshidan boshlayapti, hattoki do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Mana mashina tanlayapti, undan keyin mashinani haydaydi. Tamom do'stlar, unaqa kuchli montaj ham yo'q, lekin men sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim, ora-orada qanaydir mem videolarni qo'yib, sound effektlarni qo'yib montaj qilishni. Shuni do'stlar, kelajakda monetizatsiya o'chib qolishidan meni o'ylashimcha muammo bo'lmaydi. Mana shunaqangi qiziqarli o'yin do'stlar, bu kompyuterdagi GTA 5 o'yiniga ham qanaydir o'xshab ketadi. Shunaqa rejimlar bor GTA 5 da, lekin do'stlar, bu 100% telefon uchun yo'nalish. Ushbu yo'nalishda kanal yuritayotganingizda videolarni previewsiga e'tibor qarating, chunki videoning ustidagi preview qanchalik yaxshi bo'lsa, e'tiborni tortsa, shunchalik video ko'p prosmotr oladi. Bu faqatgina long formatga tegishli, ya'ni shortsda unchalik ham preview muhim emas. Va siz mana shunday e'tiborni tortadigan previewlarni bemalol ChatGPT orqali tayyorlashingiz mumkin. Bizning 4-yo'nalishimiz bu Talking Angela yo'nalishi. Ushbu yo'nalish ko'proq qizlarga, ayollarga mos hisoblanadi. Chunki siz ushbu qiz bola personajdagi o'yinni o'ynab, har xil uni kiyintirib, mana shunga o'xshagan videolar olib, YouTube dan daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Kelinglar, misol uchun ushbu kanalni videosiga kiramiz. Masalan, ushbu videoni 1 oy oldin joylagan va 1 oyda 482 ming prosmotr olgan. Videoda shunchaki bitta qahramonni rasmini olyapti, ekranni bir burchagiga qo'yapti va Talking Angela'ni xuddi shunga o'xshatib kiyintirishga harakat qilyapti. O'tkazamiz videoni. Oxirini ko'radigan bo'lsak, mana ushbu personajga, Talking Angela personaji deyarli 70-80% ga o'xshadi. Bunday videolarni tayyorlash sizga 20-30 daqiqa vaqtingizni olishi mumkin, lekin 100 minglab prosmotr oladi. Va do'stlar, bunday kontent orqali ham yaxshi daromad qilishingiz mumkin. Misol uchun ushbu kanal 1 oyda 16 million prosmotr to'playapti. Bu taxminan 900 dollar, 1000 dollar atrofidagi daromad degani. Siz esa bunday turdagi kanallardan bitta emas, bir nechta qilishingiz mumkin. Albatta, o'zingizni vaqtingiz yetguncha. Talking Angela o'yinini ham bemalol Play Market yoki App Store orqali yuklab olishingiz mumkin. O'yinlar bepul. Bizning 5-yo'nalishimiz bu Last War o'yini. Ushbu yo'nalishda ham do'stlar, shunchaki ekran zapis qilib, o'yinni o'ynab, ozgina reaksiya qo'shib, videolar tayyorlab daromad qilsangiz bo'ladi. Ushbu o'yinning reklamasini menimcha bir marta bo'lsa ham ko'rgansiz. Shaxsan o'zimning rekomendatsiyamdan juda ham ko'p marta chiqadi do'stlar. Kelinglar, videoga kirib qo'yib beraman. Aynan mana shu o'yin do'stlar, va ushbu yo'nalish ham juda yaxshi prosmotr oladi. Masalan, o'rtacha videolar 97 ming, 30 ming, 15 ming, 55 ming, 29 ming prosmotr olishi mumkin. Lekin do'stlar, siz har kuni mana shunday videodan bitta, ikkita, uchtadan joylab borib, 1 oyda jami hisobda zo'r prosmotr yig'ishingiz mumkin. Misol uchun ushbu kanal ko'rishimiz mumkin, 1 oyda 50 million prosmotr to'playapti. 50 million prosmotrga YouTube kamida 2000-3000 dollar atrofida pul to'laydi do'stlar. Va ushbu kontentni qilishda men sizlarga maslahat beraman. Xuddi ushbu kanalni egasiga o'xshab, ozgina bo'lsa ham reaksiya qo'shinglar. Ya'ni hech bo'lmasa ovoz yoki bo'lmasam iloji bo'lsa yuzinglar bilan chiqishga harakat qilinglar. Mana bu videoda ko'rishingiz mumkin. Burchakka kichkina qilib turib o'zini kamerasini yoqib qo'ygan va mana shu uchun ham ushbu kontentda monetizatsiya o'chmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, atiga 30 sekunddan iborat shorts video va ushbu shorts videolar juda yaxshi prosmotr olmoqda. Mashhur videolarni ko'rishingiz mumkin, 47 million, 48 million, 52 million, 85 millionlab prosmotr olgan. Oddiy 30-40 soniyadan iborat gameplay video. Mana do'stlar, top 5 ta o'yin yo'nalishlarini ham ko'rib chiqdingiz.
ulardan qaysi biri sizga eng ko'proq yoqdi? Buni kommentariyada yozib qoldiring. Va agarda siz ushbu yo'nalishda kanal ochib daromad qilishni xohlasangiz, unda bizga Telegram orqali murojaat qiling. Biz sizga noldan professional Amerikan YouTube kanali ochib berib, uni qanday qilib rivojlantirib, daromad qilishni ham o'rgatamiz. Agarda sizga ushbu xizmatimiz kerak bo'lsa, opisaniyadagi ssilka orqali Telegram manzilimizga YouTube kanal so'zini yozing va biz sizga batafsil ma'lumot yuboramiz.